Sutuq Botur tog'i bilan otliq ostin otishdan org'u tarafga, tog' og'ziga qarab soyliqda ketib boradi. Atiyozning yiqimliq solqini Botur tog'ining soqollarini tarab o'tmoqda. Soyda o'sgan, amdilatin ko'tarilayotgan shivoq va chig'lar ikkalanga egilib salom bergandek larzon tavrinadi. Tog'a, siz zode uning so'zlariga ishondingizmi? Men bir so'zlashibla qandoqmi ishinay o'g'lim. Biz salmoqlik bilan uning so'zlarini anglab baqsaq deyman. U o'zini nadin kelgan deydi. Kun ketish yoqdan deydi. Etini Abu Nasr Samoni deydi ekan. U Samonilardan o'xshaydi. Uning yanida yana bir hamroyi bor ekan. U kishi yosh bo'lsa-mu, ko'rgan bilganlari jiq, bilimi cho'nqur ishkan. Uning iti nima ekan? U bul Hasan Muhammad Karomat deydi ekan. Nishapurluqman deydi. Baribir Samonilardan ekanda. Samonilar bizga yog'i tursa, u yoqdan bizga yaxshilik kelarmi? O'g'lim Sutuq. Ular islom dinini tarqatmoqchi ekan. Burun har xil dinlar bo'lgan. Kishilar go'yida kunga tevingan, go'yida o'tga tevingan. So'g'i tevinganlarmi bo'lgan. Biz Tangriga tevinamiz, butqa cho'qinamiz. Kun petish yoqtin, Aysa, Musa damdo bir xil kishilar chiqib, o'z dinlarini tarqatgan edi. Keyin arablar ichidan Muhammad degan bir kishi chiqdi. U islom dinini tarqatdi. Bular to'g'risida ustoz Bilga tafsili so'zlab bergan edi. Tog'a, bu dinlarning qaysi rost, qaysi yolg'on? Aysa Musolarni biz ko'rmagan. Bizning butun bo'lsa ovoz chiqmaydi. U bir loy tursa, uningdan qandoqmi ovoz chiqsin o'g'lim? Bu Abu Nasr deganning so'zini anglab baqaydi. Uning tanrisi bizning tangridan ulug' bo'lsa, Muhammad but sotvodan katta bo'lsa, o'ylashib baqmaymizmi? Bu din bizning xalqimizning o'y fikriga mos kelamdi yo'q? Bu dinni 1000 yildan ortiq Budda diniga ishinib kelgan, Budda dinining yo'sullari, belgilari qon-qini singib ketgan xalqimiz qarshi olamda yo'q degan masalani o'ylanib baqsaq bo'ladi. Albatta. Ular soyning yerimiga yetganda, tog'a mana bu yoqda deb so'l yoqdagi bir tor soyni ko'rsatdi. Ular soyga kirdi. Ozroq mong'ondan keyin bir parcha ko'k cho'plik tuzdanga chiqdi. Tog' bag'rida to'ga eshaklar o'tlab yurmoqda. U yerda boshlariga oq yog'liq silib, uning ustidan qora po'piklik ip bilan bog'lab olgan uzun xolti kiyimlik bir qonchilgan odam to'ga eshaklar bilan va yuktoq bilan hapilishib yurishmoqda edi. Mundoqli bir qaraganda bular bir kichik karvonga o'xshaydi. Sutuqlar bir g'orning oldiga kelib otdan tushdi. Ikki karvonchi yugurib kelib otni oldi. Sutuq damolliqqa karvonchiga ayminib qaradi va otni bergusi kelmay ozroq tortindi. Keyin tog'ining shariti bilan otni berdi. G'or og'zida birsining yo'talgan ovozi anglandi. Sutuq bilan tog'a u yoqqa qarab, beshig'i salli o'rg'an, uzun xolti kiyim kiygan, qora soqol burutliq bir yot odamni va uning kaynida turgan chaqqon shoyisalla, to'qilma uzun chopon kiygan yosh bo'lsa-mu salobatlik bir yigitni ko'rdi. Ular avval tog'i bilan salomlashdi. Keyin burilib Sutuqqa hurmat bildirdi va ikki qo'llab ularni g'orga boshladi. Sutuq cho'ngroq yoshdagi odamni tunidi. U buningdan birar oy ilgari do'stlari bilan ovga chiqqanda, u bir muncha hamrohlari bilan dalada o'stin bo'yida yukunch qilayotgan ekan. Shu chog'da Sutuq hayron bo'lib kutib turib, yukunchdan keyin uning nima qilayotganligini so'raganda, biz
Allah uchun ibodat qilmoqdamiz degan edi. Keyin bu odam islom, Allah, iymon deb bir muncha gaplarni qilgan edi. Sutuq tushunmay qaytgan edi. U o'zlarini Mag'ribdan kelgan karvon degan edi. Bu dal shu odamning o'zi edi. G'orning ichi uncha hayvatlik bo'lmasa-mu, sutuqqa g'ayri ko'rindi. O'ttirda esilgan qozon. Uning tagida o't ko'yib turadi. Atrofga palos silingan bo'lib, uning to'pisiga ko'rpilar qatlab yig'ib qo'yilgan. Yuqoridagi ikki to'shikdan tushgan kun nuri g'or ichini xira yo'ritib turadi. G'orning kun petish tarafidagi temiga bir o'yiqchi o'yilgan. O'yiqchi oldiga bir kishilik gilam, uningdan keyin ko'p kishilik uzun palos silingan edi. Eliqi yoqiliq odam sutuqlarni boshlab, o'yiqchi oldidagi 4 qirliq qilib toshdan yasalgan supig'i taklif qildi. Ular supi leviga o'ltirishdi. Yoqiliq odam kashini silib, supig'i chiqdi va o'yiqqa yenicha o'ltirdi. Assalomu alaykum, Shavkatlik shahzoda, dedi cho'ng yoshdagi kishi o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib, takalluf bilan oldiga egilib. Sutuq tushunmay Botir tog'iga qaradi. Botir tog'a dolisini qiqib qo'ydi. O odam ularning o'z so'zini tushunmaganligini sezib, Paris ohangida Uyg'urcha so'zladi. Shahzoda xon o'g'li demakdir. Ulug' xon o'g'liga hurmat demakchiman. Mening etim Abu Nasr. O'zim Samonilardan. Abu Nasr Samoni deb atishidi. Mening xon o'g'il ekanligimni siz nerdan bilasiz? Bizning tilimizni qandoq bildingiz? Sizning elingizga men bir necha qitim keldim. Sizning ulusingizning tillarini o'rgandim. Men sizni ko'p qitim ovga chiqqan, ovdan qaytgan vaqtlaringizda ot ustida ko'rganman. Shahar ichidami bir qitim ko'rgan edim. Siz hamma qitimda jiq yoralaringiz bilan bil bo'lganligingizdan hurmat bildirib, ayrim salom qilishga fursat topolmagan edim. Sizni buncha ovorgarchilik solgan sabab nima? deb so'radi Botir tog'a. Allah yo'lida din uchun ovora bo'lish tugul, o'lsam ham armon yo'q. Allah degan kim u? so'radi sutuq qiziqib. Allah odam emas. Sizning tilingizcha aytganda Tangri degan bo'ladi, dedi Abu Nasr ozroq qo'rinib. Xo'sh, bizdan qandoq tilikingiz bor? Abu Nasr so'zini na'dan boshlashini bilmay, ozroq o'ylanib olgandan keyin dedi. Siz Shavkatlik xon o'g'li. Siz bu elning kelgusi xaqoni. Siz ko'plagan boshqa uluslarga boshlamchi bo'lasiz. Xaloyiqqa boshlamchi bo'lgan kishi avval o'zi to'g'ri yo'l tepishi kerak. Men agar siz xohlasangiz, sizga o'sha to'g'ri yo'lni tushuntirib qo'yay deyman. O yo'l islom dini yo'lidir. Siz meni islom diniga kir demoqchi bo'lasiz, shundaqmi? Shundaq. Ammo kirish-kirmaslik siz shahzodaning ixtiyoringiz. Mening vazifam faqat sizga bir to'g'ri din, islom dinini tushuntirib qo'yish. Birli to'g'ri din? Nisara dini-chu, Yahudi dini-chu, bizning Budda dinimiz-chu. Boshqa dinlar ustida men so'z ochmoqchi emasman. Faqat islom dinining to'g'riligini bayon qilaman. Qani, anglab boqayli. Bayoningiz qandoq? Allah Taala Muhammadni payg'ambar qilib vahiy tushirdi va uningga buyurdi-kim: "Sen insonlarga o'rgat. Allah bir. Mendan boshqa Allah yo'q.
sen mening elchim. Sen oxirgi payg'ambar. Senden keyin payg'ambar kelmaydi. Ha? Allah'ın bu emrini Muhammed'den başka yana anğanlar barmı? Yo'q, shahzodam. Bu rost Allohning amri. Musulmon bo'lishning yo'li qandoq? So'radi Botir tog'a islom dinining shartlarini bilgisi kelib. Musulmon bo'lishning oldingi sharti iymon. La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh degan bu so'zni aytish va uningga dildan amal qilish. Bu so'zning ma'nosi Alloh bir, boshqa Alloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi degan bo'ladi. Uningdan keyingi bir muhim shart namoz. Bu sizlarning tilingizlarda tabiniq deyiladi. Ya'ni Allohga cho'qinib, uning amriga itoat qilish. Uchinchisi Makkaga berib Baytullohni tavob qilish. To'rtinchisi har yili Ramazon oyida bir oy roza tutish. Beshinchisi kambag'allarga ochliqdan 10dan birini o'shira. Mol va puldan 40dan birini zakot berish. Islom dinining bu 5 shartini farz deymiz. Bular Allohning amri. Cho'qim amal qilish kerak. Yana Muhammad payg'ambarimizning ko'rsatmalari bor. Ularni sunnat deymiz. Avval iymon aytish va namozni o'rganish. Abu Nasr Ruhoniy ta'sirot bilan so'zlaydi. Stuq qattiq xiyolga ketdi. Botir tog'a bularga hayron bo'lib qarab qoldi. Shuningdan keyin Stuq xiyolchan bo'lib qoldi. U do'stlaridan va ustozi Botir tog'idan ba'zida g'alati savollarni so'raydi. Ko'pincha o'ziga o'zi savol qo'yib, o'zi javob beradi. Javobga hamon qanoat qilmaydi. Ustozi Botir tog'ining javobimi uni qanoatlantirolmaydi. Shundoq kunlarda Stuq Botir tog'i bilan birlikda yana karvonlar yeniga berib, eliqi g'or ichida suhbatda bo'ladi. Stuq o'z savoliga faqat Abu Nasr Samoniyulloh qanoatlangudek javob oladi. Qanoatlanmasimi, allaqandoq bir xil sirliq tuyg'u uningda berilgan javobga rozimanlik tuyg'usini qo'zg'aydi-da, vaqtincha qanoat hosil qilib qaytadi. Bo'libmi, islom dinining kambag'al, yo'qsillarga o'shri zakot berish usuli bilan yordam qilsa, boylarni cheklaydiganligi, ilm berimda odil bo'lishni ta'kidlaydiganligi, sodada ortiqcha foyda ilishga qarshi ekanligi, sutxo'rlik, zina, o'g'rilik, aroqkashlikka o'xshash yomon ishlarning harom deyilib yo'l qo'yilmaydiganligi uni qattiq mahliya qilib olgan edi. Ana shu tariqada mushu 2 oy ichida Stuq Botir tog'i bilan pot-pot g'orga kelib turdi va oxiri iymon aytishni to'liq o'rganib oldi. La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh. La ilaha Muhammedun. La ilaha Muhammadun. La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammedun Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh. Abu Nasr Stuq bilan Botir tog'ining oxiri iymonni o'rganib olganligini ko'rib xush bo'ldi. Stuq kuldi. Tog'imi Stuqqa qarab kuldi. Hurmatli shahzoda, dedi Abu Nasr Samoniy Stuqning la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh deb to'g'ri talaffuz bilan iymon etishni o'rganib olganligidan xush bo'lib. Musulmonlarning Allohning kalomi bo'lgan, Qur'onda nozil bo'lgan ismiga o'xshatilgan
musulmoncha eti bo'ladi. Men sizga o'z etingizdan boshqa musulmoncha bir ot qo'yib bersam, xohlamsiz? Sutuq Abu Nasr Samoniyning gapiga qiziqib, musulmoncha ot qo'yishga rozi ekanligini bildirdi. Abu Nasr mamnun bo'lib takbir aytdi va shuningdan keyin yukinib o'ltirib, Alloh qandoq bir oyatni o'qib, duo qilib, yuz ko'zini siypagandan keyin bugundan boshlab musulmoncha muborak etingiz Abdukerim bo'lg'ay, dedi va bu ismning Kerimning qo'li degan ma'noda ekanligini. Kerim bo'lsa, Allohning sifatlaridan biri ekanligini ezib tushuntirdi. Sutuq bu otni xush bo'lib qabul qildi. Kunlarning o'tishi bilan Sutuq bilan tog'a Abu Nasrning orqasida turib, uningga agishib namoz o'qishni o'rganib oldi. Bular bu chaqda mamlakatda birinchi turkumdagi musulmonlardan bo'lib qolgan edi. Albatta, Sutuqning orqasida musulmonlar uzluksiz ko'paydi. Bir oydan keyin Sutuq Botir tog'a Oriston bo'lib 20 da kishi g'orning ichida Abu Nasrga agishib namoz o'qiydigan bo'ldi. Bular ichida Oriston, ilik, qilichlarmi bor. Oydin, yulduz, qunduzlar bo'lsa, Abu Nasr Samoniyning ko'rsatmasi bilan erlar sepida turmay, ayrim namoz o'qiydigan bo'lishdi. Shunda qilib, 3 oydan keyin g'orning oldidagi maydonda 100 kishi namoz o'qiydigan bo'ldi. Irpon elektron shirkati turli lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.